Torda imza toplash to'g'risida qo'shimcha. Avtori doktor Mehmet Emin. Amerika Aqsaray tor betida boshlangan ikki xil imza toplash to'g'risidagi talash tartish va ixtiloflar texi besiqmay turib, Yangi Zelandiyada boshlangan imza toplash faoliyatining o'ttirg'i chiqishi bilan imza toplashga qarshi har xil nolli faryod va ta'tir tashviqotlar o'ttirg'i chiqishga boshlabdi. Xitoy hukumatining vatanimizda yurgizayotgan qirg'inchilik siyosatiga qarshi elib berilgan imza toplash bo'lsa, xuddi Xitoy hukumatiga qarshi elib berilayotgan har xil namoyishlarga o'xshash, xalqimizning dardini xalqaroga, jumladan o'xshamagan davlat va o'xshamagan o'rinlarga anglatib, bir tarafdan Xitoy hokimiyatining vatanimizda yurgizayotgan qirg'inchilik siyosatini xalqaroga oshkorlash bo'lsa, yana bir tarafdan munosabatlik davlat va xalqaro tashkilotlardan yordam istashni maqsad qilgan bo'lib, u hargizmi bizning mustaqil bo'lish maqsadimizga yetkazadigan usul emas. Mustaqillikqa hargizmi namoyish qilish, imzo toplash va yoki boshqalardan talab qilish orqali erishgili bo'lmaydi. Namoyish qilish, imzo toplash bo'lsa, bizning da'vo jarayonidagi keng xalq ommasi alayda badal to'lamay qila oladigan ham alayda bilim saviya talab qilmaydigan eng oson, eng oddiy usul va jarayon. Hozirga qadar hukumatga qartib elib berilgan imzo toplash Avstraliya, Amerika va Yangi Zelandiya qatorliq bir necha davlatlarda elib berildi. Avstraliyada elib berilgan imzo toplash faqat Avstraliya hukumatiga qartilgan imzo toplash. Amerikada elib berilgan imzo toplash faqat Amerika hukumatiga qartilgan imzo toplash. Yangi Zelandiyada elib berilgan imzo toplash faqatla Yangi Zelandiya hukumatiga qartilgan imzo toplash. Hammamiz bilgandek, dunyoda 200 dan ortiq davlat bor bo'lib, ularning ichida Xitoyga beqindi bo'lmagan, taraqqiy qilgan demokratik g'arb davlatlarimi xeyli ko'p. Agar biz ovozimizni bu davlatlarning hammasida anglatib, u davlatlarda namoyish qilish, imzo toplash faoliyatlarini elib borsak, u davlatlarning hammasi bizni qo'llab, Xitoy hukumatiga qarshi ba'zi qarorlarni olsa, buning bizga nima ziyni bor? Albatta, uninglik bilan xalqimiz ozodlikqa chiqmaydi. Vatan mustaqil bo'lmaydi. Biroq kam deganda Xitoy hukumati xalqaroning besimiga uchraydi. Uning iqtisodiy ta'siriga uchraydi. Xalqimizga ozroq bo'lsa-mu umid elib keladi. Xalqimizga ruhiy oziq bo'ladi. Bu qitimqi imzo toplash harakati guruh 20 ga a'zo bo'lgan davlatlarning ko'p qismida elib beriladigan bo'lib, bu texi imzo toplash harakatining boshlanishi. Buningdan keyin imzo toplash harakati sharoit pishib yetilgan boshqa davlatlarga kengayishi, imzo toplash to'g'risidagi uqtirish va e'lonlar texmi ko'payishi mumkin. Shunga qarindoshlar, nimandaq ko'p imzo toplash bu deb nola qilmay, agar sharoitimiz yor bersa, vatandagi shu urug' tuqqanlarimiz uchun bo'lsa-mu 2-3 minut vaqtimizni sarf qilib imzo qo'yib qo'yayli. Agar sharoitimiz yor bermasa va yoki undaq qilishni xohlamasak, 2-3 minut vaqt sarf qilishning o'rniga ijtimoiy taratqularda soatlab vaqtimizni sarf qilib quruq gap sotmayli. O'zaro haqorat qilishmayli va o'zaro ziddiyat paydo qilishmayli.
Sözümnің ақырыны Теодор Рузвельтнің мұны бір cümle sözü bilan oxirlashtirmoqchiman. Mag'lubiyatga yuzlanmak tas. Texmi yomoni muvaffaqiyat qozonish uchun faqat sinab baxmaslik.